Salom, bugun biz Minecraft o'ynaymiz. Qaysi serverda desanglar, Grand Mine o'z serverida o'ynaymiz. Har doimgidek yozasizlar IP'sini chap tomon tepada ham IP'si turadi. Shuni kirib, keyin serverga kirasizlar va kirgandan keyin savr qilib turamiz. Hammada Wi-Fi qochishi mumkin. Ba'zi paytlar bizda shunaqa bo'ladi. Mana biz serverga kirdik va sizlar agar serverga kirmagan bo'lsanglar registr bilan kirishinglar mumkin yoki kirgan bo'lsanglar login bilan yozib kira olasizlar akkauntingizga. Shunaqa biz hozir o'zimizning akkauntimizga kira olamiz-da. Keyin videoni boshlaymiz. Mana biz akkauntimizga kirdik va spamda paydo bo'ldik. Sразу qo'limizga kompas olamiz-da. Keyin sразу anarxiyaga bosamiz. Anarxiyaga kirdim va men Warp Mine'da spam bo'ldim. Men Warp Mine'da rosa ko'p narsalarni sinab ko'rdim va bu serverda. Ayniqsa eng zo'r ekan. Keyin ichimizga shunaqa ko'p narsalar qildik-da, Warp Mine'da mayin qildik. Где-то 5 martami mayin qildik bunaqada. Keyin shunaqa mayin qilib o'tirdim men. Qilotdim va qo'yotdim yana. Bu videoda birinchi olinib, keyin nima bilmaydi, ovoz beriladi. Fogo, pisa. Com a Wakanda quem fala demais não vale nada. Fechado com a Wakanda quem fala demais não vale nada. Fogo, pisa. Com a Wakanda quem fala demais não vale nada. Fechado com a Wakanda quem fala demais não vale nada. Va men bu yerda anaqalarni mayin qilib bo'lib, sразу tepaga chiqdim va Ender chestni ochib, almazlarimni qo'ydim va oltinlarim.
keyin qo'yib bo'lgandan keyin sразу anaqa chatni ochib Bayer yozdim. Bayer yozgandan keyin Bayer yozib hamma narsani tashladim va meni balansimda общий 938 ming pulim bor edi. Keyin yana tushdimda mainga. Tushib yana kovlab shunaqa qilib necha marta dram qildim va kovlab bo'lgandan keyin esa anaqa Bayer yana yozib Bayer yozgandan keyin hamma narsani topshirdim va yana 3-martasida tushdimda keyin yana tushib keyin narsalarni olib chiqib keyin Bayerga narsa berdim. Sotib yubordim to'g'riroq hammasini. 3 marta tushganimda общий pul 1,900,000 bo'lgan ekan. Shunaqa serverda sekin o'zim yurdim. Va bu yerda men ertaga qildimda sizlar uchun podarka qilish uchun koordinat sandiq pastga qazib, pinnot hozircha qazdim va bitta blok qo'ydim. Ichiga reyslar qo'yib qo'ydim. Kim kelib olishi mumkin. 8 ta nezerit, 6 ta izumrud blok, 44 ta oltin blok, 42 ta izumrud blok, 27 ta almazniy blok, 64 ta lazurit, shunaqa ko'p narsalarni qo'ydim hozir. F3 bosib, sizlarga koordinatani ko'rsataman. Mana koordinata ekraningizda turibdi va shu joyga kelib bitta blok